آرامگاه حضرت امام بخاری سمرقند است. تقریبا نیم ساعت مسافت داره از خود داخل شهر سمرقند تا اینجا. اینا خود مردم ازبکستان هستن. Men İmom Buxoriyni ziyorat qilishlikni niyat qilganman. Olib keladi poyezdda majbur. 3,5 kun berlarni tozalab qarang. 4-kuni kechasiga olib kelganda xarobalik ko'rmasin deb. Sukarni ko'chadan yalingan kelib, hovlilarni taklif qilganda Sukarni aytdi. Men İmom Buxoriyni ziyorat qilishlikni niyat qilganman. Olib keladi poyezdda majbur. 3,5 kun berlarni tozalab qarang. Qilamiz deb qabr joyida saqlab qolindi. Mehmonlar mana shularning hammasi 1998-yili birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan 8 oyda qurilgan edi. Tepadagi qabr toshini qarang, bo'lgan ekan azizlar. Duo qilaylik, amin. Bismillah.